Hozir biz qisqacha materiallarni ma'lum olsak, atrofi 8 list bo'ladi. Mana material atrof 8 list turba, qalin rossiyskiy turba, mahavik 20 ta pichoqli bo'ladi. 4 ta setka. 4 ta setka bug'doy, makka, o't, 2 xil o'tga, 2 xil somonga. Xohlagan razmeri shu ochilishlari ham asosan bitta kurchoy bilan. Mana ochilishlari ham bitta kurchoy bilan. Motorlarimiz 6,5 kW, 3,5 ming оборот. 3,5 ming оборот. 2,400,000 so'mdan dastavkasi bilan. Olib borib ishlab ko'rsatib beriladi. Hozir qisqa ish shiddat ko'rsatib beramiz qisqacha. Hop bug'doy masalan bu makka. Makkani 2 setkada chiqaramiz. Motorda o'zini avtomatlari bor, datchigi bor, to'k ko'rsatib turadi. Ko'rsatishlarda to'klar ko'rsatib turadi, o'zini avtomatda zashtasi bor. Motori kichkisa, motoriga to'k pastlab balandlasa o'zi tashlab yuboradi avtomatik. Tugadi. Endi o'chirishga masalan bir masalan o'tirgandan keyin bir 30 sekundga o'chirgandan ma'qulcha davom etib qoladi. O'chirgandan keyin o'tirani ustiga ketib yarim o't, yarmi masalan sechka bir atalab olib qolib yo'q qo'ylarga bir elayda g'alvirlab olib bersa bo'laveradi bemalol. Makka masalan qancha chiqaradi deganlarga 40 kiloni 15 minutda chiqaraveradi. Masalan 100 kiloni 30 minutda chiqaradi. Yarim soat 3 kilo chiqaraveradi. 2 kilo chiqaraveradi. Bemalol. Bu ikkala setka. Endi xuddi shu dravkada hozir somon chiqarib ko'rsatamiz. Mana mayda setkasida. Hozir